kompaktniy uchastka bo'lsa, olib qo'yaverardim, sizlarda arzon bo'ladi-yu deganlarga. Bektemirga kelganmiz. Qarang, yo'ldan shunday kirib kelasiz. 1.9 so'ti. Ishoning, men aytadigan narxga bir xonali kvartira ham ololmaysizda. 4 ta xonasi bor, korobka bo'ladi. Mahalla nomini qarang. Kim Penxua. Biz Bektemirdamiz, Koreyada emas. Mahalla nomi shunaqa ekan. Uglovoyda bo'ladi, bemalol o'rasiz 4 ta xonasi bor, korobka. Pishgan g'ishtdan qurilgan. Remontga tayyor turibdi. 1,5 g'isht. Ko'ryapsizmi? Kirib kelishimiz bilan katta xona. Bu birinchi xona bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda yana bitta xona bo'ladi. Buni o'zida kladovkasi ham bor. Bemalol kladovka qilib foydalansa bo'ladi. Umumiy sanuzel mana. Bu yerda katta gостевой xona qilasizmi bilmayman. Bu tomonda yana bitta xona bor. Umumiy 4 ta xona chotki bo'ladi. 25 ming dollar. Ya 25 mingga tepani bir xonali korobka, hali kvartira ham bermaydi. Biz sizga uchastka beramiz, foydalaninglar.